Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun yakshanba, dam olish kuni, lekin bizda hali ham davolanishda davom etayotgan bemorlarimiz bor. Navbatdagi bemorimiz Angren shahridan onaxonimiz bel og'rig'i bilan, oyoq og'rig'i bilan, uzoqqa yura olmasligi bilan, oyoqlari uyushish bilan shikoyat qilib kelishdi. Mana 10 kun davomida bizda hech qanaqa dorilarsiz, faqat fizioterapiya o'zi muolajalarni olishib, ancha holatlari yaxshi. Hozir o'zlaridan so'rab, holatlarini baholaymiz. So'rab bilamiz holatlarini. Onaxon, kelganingiz holatingiz qanaqa edi? Hozir holatingiz qanaqa? Assalomu alaykum. Mana men Intershifo klinikasida davolandim. 10 kun davomida bugungi mana oxirgi kunim. O'zim Instagramdan ko'rib qolib, yuraklarim jiz deb, o'zimga anaqa qilib, ixlos qilib, ishonib keldim shunga. Mana 10 kun davomida davolanib, Xudoga shukr, ming qadri shukr, yengillik sezdim. Juda yaxshi yoqdi licheniyalari. Shunday og'rigan joylarimga mazza qilib oldim licheniyalarini. Alloh rozi bo'lsin. Hammasi xizmatlari zo'r. Chetda ishlaydiganlarga. Rozi bo'lib ketyapman bolam. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Shunaqa ishlarni qilib, hammaga shifo berib, xizmatlarni qilib yuravering. Bemorlar uchun mandaqalari ko'p bo'lsin. Ilohim kelib shifo topib ketsin mashitga. Shu sizlarni ham tavsiya qilaman. Ishonib kelaveringlar, ixlos qilib. Ancha joylarga borganman. Bilmadim, ko'nglim shaqa chopdi. Uzoq bo'lsa ham boraman deb turib oldim. Mana Toshkentda qayerdansiz? Angren shahridan. Angren shahridan. Toshkentga borib davolandim. Mana shu yerda yoqdi. Kelinglar. Shifo topasizlar, Xudo xolasa. Bizni uzoq viloyatlardan kuzatadigan bemorlar bor. Misol uchun, Surxondaryodan, Qashqadaryodan, Xorazmdan bizga uzoq deyshadi. Mana bemorlarimiz orasida Toshkentdan ham bemorlar bor. O'tgan safar ko'rsatdik, Qirg'izistondan bemorlar kelishdi. Shifo qayerda bo'lsa, o'sha yerda izlab topib borib, sababini qilsak, albatta shifo topamiz. Kelinglar, qo'limizdagi hamma yordamni berib, shifo topishingizga xizmat qilib, shifo topishingizga bir Alloh shifo beradi sizga, lekin biz sababchi bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizga, onam. Kelaman, Xudo xolasa yana. Xudo xolasa, Xudo xolasa.